Bir odam deydi, do'stini ziyorat qilishlik uchun ko'chaga chiqdi, u bir qishloqqa ketyapti. Alloh taolo o'sha odamni yo'liga bir farishtani yuborar ekan, odam qiyofasida. Haligi farishta so'rar ekan, qayerga ketyapsan? Ha, bir do'stim bor, o'shani oldiga ketyapman. Unda seni hojating bormi? Ya'ni undan biror narsa istab ketyapsanmi? Yo'q. Qarzing bor, bergani ketyapsanmi? Yo'q. Undan biror narsa talab qilasanmi borsang? Yo'q. Nimaga ketyapsan? Men uni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ziyorat qilgani ketyapman. Boshqa narsa umidim yo'q desa, odam qiyofasiga farishta aytadi. Men farishtaman. Sen uni hech narsasiz yaxshi ko'rganing kabi Alloh seni yaxshi ko'rdi deydi. Sizga hech narsa so'ramasdan keladigan do'stingiz bormi? Hozir shunaqa do'stni eslasak, yig'laymiz. Chunki hozir birortasi kelayotgan bo'lsa, o'ylanadigan bo'lib qoldim. Nima bo'lyapti, nima deyapti?